Bugun kimyoviy reaksiya tezligini Van Gogh, ya'ni temperaturaga ta'siri omillari bo'yicha masalalarni ko'rib chiqamiz. Reaksiya tezligi ko'pincha konsentratsiya bo'yicha masalalar, temperatura bo'yicha masalalar va bosim bo'yicha masalalar keladi. Shundan bugun 3 dan 1 qismi bo'lgan temperatura bo'yicha masalalarni ko'rib chiqamiz. Van Gogh tenglamani quyidagicha tuzgan. Ya'ni VT2 teng VT1 ko'paygan gammani T2 minus T1 taqsim 10 degan formulani tuzib, reaksiya tezligi har 10 gradusga o'zgarganda, harorat har 10 gradusga o'zgarganda reaksiya tezligi 2-4 marta o'zgaradi degan Van Gogh. Va mana shu o'zgarayotgan 2-4 degan qiymatlarni biz temperatura koeffitsiyenti deb belgilaymiz. Temperatura koeffitsiyenti bu harorat har 10 gradusda o'zgarganda reaksiya tezligi necha marta o'zgaradigan, reaksiya tezligi necha marta o'zgarishini ko'rsatadigan qiymatlar temperatura koeffitsiyenti deyiladi. Har 10 gradusda deganligi uchun biz 10 doimiy son bo'ladi, Van Gogh doimiy soni. T2 bu keyingi harorat, T1 bu dastlabki harorat deyiladi. VT1 dastlabki haroratdagi tezlik, VT2 esa keyingi haroratdagi tezlik hisoblanadi. Masalan, dastlabki reaksiya tezligimiz 2 mol litr minut bo'lgan reaksiyamiz dastlabki temperaturada, temperatura koeffitsiyenti 3 bo'lsa, harorat 30 gradusdan 40 gradusga ko'tarilganda 40 dan 30 da ayiramiz biz va 10 ga bo'lamiz. Doimiy son. Demak, 30 gradusdagi tezlik 2 mol litr minut. 40 gradusdagi tezlikni toping desa, 40 dan 30 da ayiramiz. 10 ga bo'lamiz. 1 3 da birinchisi bo'ladi. Bu darajada bo'ladi. 3 da birinchisi 3, 3 kare 2 6. Demak, keyingi, ya'ni 40 gradusdagi tezligimiz 6 mol litr minutga teng bo'lar ekan. Demak, Van Gogh tenglamasi orqali dastlabki reaksiya tezligini bersa, dastlabki haroratni bersa, keyingi haroratni bersa, temperatura koeffitsiyentini ham bersa, keyingi reaksiya tezligini topishimiz mumkin ekan. Yoki aksincha, keyingi reaksiya tezligini beradi, koeffitsiyentni beradi, haroratni beradi, dastlabki reaksiya tezligini so'rasa ham bu yerda x qilib topsak bo'ladi. Eng qizig'i, biz kimyoviy reaksiya tezligida Van Gogh tenglamasiga qo'ymasdan oddiy poyezd yo'liga qo'yib turib, poyezd yo'li metodidan foydalanib reaksiya tezligi bo'yicha masalalarni ishlaymiz, ya'ni temperatura koeffitsiyentiga oid masalalarni. Buning uchun mana bunday ordinata o'qini, absisiya o'qini chizib olamiz va haroratlarni har 10 gradusda chizib olamiz. Misol uchun aytaylik, 20 gradus, 30 gradus, 40 gradus, 50 gradus, 60, 70, 80 va hokazo ketaveradi va bu Kelvin shkalasida bo'lsa ham bo'laveradi. Ya'ni bu yerda misol uchun 280 Kelvin, 290 Kelvin, 300 Kelvin, 310 Kelvin qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ya'ni harorat ikki xil shkalasi bor-ku, Selsiy va Kelvin. Bu yerda Selsiyni ham, Kelvinni ham qo'ysangiz bo'laveradi. Faqat hammasi Selsiy bo'lishi kerak yoki hammasi Kelvin bo'lishi kerak. Mana shu absisiya o'qini ro'parasiga temperatura koeffitsiyenti yoziladi. Necha bo'lsa, misol uchun 2 bo'lishi mumkin, 3 bo'lishi mumkin, 4 bo'lishi mumkin. Ko'pincha 2, 3 raqamlar ko'p keladi. Misol uchun aytay, men temperatura koeffitsiyentini 2 deb olay. Ya'ni temperatura koeffitsiyenti 2 degani kimyoviy reaksiyamiz har 10 gradusda 2 marta o'zgaradi. 10 gradusga ko'tarsang 2 marta tezlashadi, 10 gradusga pasaytirsang haroratni 2 marta sekinlashadi reaksiya. Xo'p, endi mana shularni yuqori qismiga, haroratni yuqori qismiga esa reaksiya tezliklarini yozib olamiz. Misol uchun aytaylik, 20 gradusdagi tezligi 0.1 mol litr sekund edi. Ertaga sizga so'rash mumkin, 30 gradusdagi tezlik qancha bo'ladi deb so'rash mumkin yoki birdaniga 60 gradusdagi tezlik qanchaga teng deb so'rash mumkin. Unda biz mana bu temperatura koeffitsiyenti 2 bo'lsa, har bitta poyezd yo'lini ichiga 2 yozib chiqib olamiz. Ya'ni har 10 gradusda tezlik 2 marta ortadi degan ma'noni anglatadi. Agar mabodo temperatura koeffitsiyenti 3 bo'lib qolsa, mana bu yerga 3 yozib olasizda, har bitta poyezd yo'lini ichiga 3 yozib chiqasiz. Bu degani har 10 gradusda 3 marta reaksiya tezligi o'zgaradi. Misol uchun 0.1 bo'lsa, 20 gradusda 30 gradusdagi tezligi qancha desa, 0.1 ni 2 ko'paytirasiz. Ya'ni bu 0.2 mol litr sekundga teng bo'ladi. Mana shunday holatda ortib boraveradi. Ya'ni 40 gradusdagi tezlik necha desa, 0.2 ni 2 ko'paytirasiz. 0.4, 0.4 ni 2 ko'paytirasiz. 0.8 birligini yozmayapman, chunki vaqt ketadi. 0.8 ni 2 ko'paytiramiz. 1.6, 3.2,
va 6/4 va hokazo. Shundoq o'zgarib boraveradi. Ya'ni sizga ertaga bir nuqtadagi ma'lum bir haroratdagi tezlik beriladi-da, boshqa nuqtadagi haroratdagi tezlikni so'raydi. Shunda mana shu o'rtaga temperatura koeffitsiyentini qo'yib 2 ga ko'paytirib ketaverasiz. Misol uchun, otingiz nima edi? Mana Rayoni degan qizimiz bor, mana shu yerda o'tiribdi. Rosa yaxshi tushunadigan qiz. Rayoni shu reaksiya tezligini 0 gradusdagi tezligini toping desa nima qilasiz? Rayoni 0 gradusdagi tezligini toping desa nima qilasiz? Ha, bu yoqqa ketayotganda ko'paytirdingizmi? 2 ga? Ha, bu yoqqa ketayotganda harorat tushganda reaksiyamiz 2 marta sekinlashadi-da, 0,1 ni 2 ga bo'lasiz endi. 0,05, 0,05 yana 2 ga bo'lasiz, 0,025 bo'ladi. Demak, bu tarafga yurganda 2 ga bo'lamiz ekan. Ha, bu yoqqa yurganda esa temperatura koeffitsiyentiga ko'paytirib ketaverasiz. Agar 3 bo'lganda temperatura koeffitsiyenti mana bu 0,1 ni 3 ga ko'paytirib ketardik yoki orqaga yursa 3 ga bo'lardik. Tushunarlimi? Endi bu reaksiya tezligi bu. Ko'pchilik reaksiya tezligi bilan vaqtni adashtirib qo'yadi. Misol uchun aytaylik, shu 20 gradusda ma'lum bir reaksiyamiz 10 sekundda tugadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deganda ma'lum bir reaksiya 10 sekundda tugadi. Ertaga sizdan so'raydi, deydi, 30 gradusda shu reaksiyamiz necha sekundda tugaydi deydi. Desa vaqtni bo'lasiz. Misol uchun 100 sekund deyish shu reaksiyani 100 sekund. Agar shu 20 gradusda 100 sekundda tugasa, 30 gradusda esa mos ravishda 50 sekundda tugaydi. Sababi 2 marta tezlik ortganda vaqt 2 marta kamroq ketadi. Masalan, men shu yerda 50 kilometr tezlik bilan Toshkentga borsam, men 5 soatda yetib borsam mashinamda. Misol uchun Oyisha shu yerdan Toshkentgacha 100 km/soatda ketdi. Mendan 2 barobar tezroq mashinani minib ketyaptimi? Bilingki, u 2,5 soatda yetib boradi. Ya'ni meni tezligim past, vaqtim katta, uni tezligi katta, vaqti kam bo'ladi. Demak, tezlik ortganligi uchun necha marta tezlik ortyapsa, mos ravishda, teskari proporsional ravishda vaqt shuncha marta sekin ketadi. Misol uchun 40 gradusda necha sekundda tugaydi shu reaksiya desa, demak 30 gradusda 50 sekundda tugadimi? Temperatura koeffitsiyenti 2 mi? Demak bu 2 barobar kamroq, 25 sekundda tugaydi. 50 gradusda qancha sekundda tugaydi desa, 12,5 sekundda tugaydi. Va hokazo shundoq o'zgarib boraveradi. Bu nima bu? Bu vaqt. Vaqt bu yoqqa o'tgan sari bo'linar ekan, tezlik esa ko'paytirilar ekan. Endi vaqt orqaga yurganda ko'payadi. Misol uchun 20 gradusda 100 sekundda tugadimi? Shu reaksiyani 10 gradusda necha sekundda tugaydi desa, demak 2 barobar ko'proq vaqt ketib 200 sekundda tugaydigan bo'lib qoladi. 0 gradusda shu reaksiya necha sekund davom etadi desa, 200 yana 2 ko'paytiramiz. Bu 400 sekund davom etadigan bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Van Gogh shuni o'rgangan. Ya'ni temperatura koeffitsiyentini, haroratni, tezlikni va vaqtni bir-biriga bog'liqligini o'rgangan va bizga tayyor mana bunday formula qilib bergan. Biz bu formula bo'yicha ishlamaymiz. Mana bu bo'yicha ishlaymiz. Poyezd yo'li bo'yicha masalalarni ko'rib chiqamiz. Tushundinglarmi? Ana